tepasida nimalar ekan. Hamma endi bu yerda pastdagi uylar ko'p ekan bu yoqlarda. Past uylar. Mana tepasida nimasi bor, vanna bor. Shahnozima olyapti hozir. Ha? Mana Ravshanbek biz hozir Madina Marketlariga ketyapmiz. Madina nimasidan chiqib Makka tilloga ketyapmiz bolam. Mana yo'llar. Xudo xohlasa bu yerda ham 6 soat ichida yetib, Xudo xohlasa amallarni bajarishga kirishamiz bolam. Allohim kuch-quvvat bersin. Allohim sizlarga ham mana yerlarga kelishlikni Alloh nasib aylasin. Mana avtobusda ketyapmiz. Mana oldimda Ajobordi onasi Nazira opang. Tinch bo'linglar. Ravshanbek shogirdning onasi. Birga yuribmiz o'g'lim. Nazira opang bilan birga.